Hammaga xayrli kun. Bugun yana bitta kvartiramiz sotuvga chiqdi. Chilonzor 14-kvartalda bo'ladi. Manzilni to'liqroq tushuntirsak, bu tomonimizda Al-Hilol, hozirda Buxoro kafedan to'g'ri kirib kelganimizda mana bu o'rtada maktab bor. Maktabning yonidagi 4-a domda joylashgan. Bu uyimizda 3 xona, to'rxona qilingan. Hozir sizlarga bitta ichkarisini qisqacha qilib ko'rsatib beraman. Mana maktab 62-maktab yonidan kiriladi. Bu tomondan Jahon tillari universitetiga yaqin, bu tomonda Jikovskiy bolnitsa joylashgan. Bu tomonda esa Farxatskiy bozor. Bozorgacha bir 500 metr masofa. 5-adam bo'lsa, u o'rtarog'idagi 4-domda. Mana bu o'rtada bog'cha ko'rib turganlaringdek. Mashinani parkovka qilib ketsa ham bo'ladi mana bu yerda. Ichkarida ham bor. Parkovka uchun joylari. Mashina qo'yish uchun mana bu o'rtalarda ham parkovkalar bor. Keyin bu o'rtada o'yingohi bor ekan, disk plashatka. Ko'rib turganlaringdek, uyimizda 4 etajli domda ko'rib turganlaringdek 2-etajda joylashgan. Hozir ichkarisini bitta qisqacha qilib ko'rsatib beramiz sizga. Yanimizda o'ngga kirsa, podvolga tushib ketadi. To'g'riga chiqamiz. Katta qo'ldagi xonadonimiz bo'ladi. Hozir ichkarisini bitta ko'rsatamiz. Eshikdan kirganimizda bir xo'shkasi ko'rishlaring mumkin, kattagina. Bu taraflarida hojatxona, umumiy sanayli. Birinchi xonamizda hozirda yotoqxona sifatida foydalanyapti. Ko'rishlaring mumkin. Bu tarafimizda oyna bor, aktadan romlar qilib qo'yilgan. Bitta konditsionerimiz bor ekan. Keyingi xonamizda zalimiz, mehmonxonamiz ko'rishlaring mumkin. Remontlari yaxshi holatda. Bu tarafimizda ham mana bitta konditsioner bor. Holat yaxshi, remontdan chiqqan, tayyor kirib yashayman deganlar uchun. Remontiga bir 2-3 yildan oshgan shekilli. Bu tarafimiz. Keling. Umumiy sanuzul. Kir mashina bor ekan. Kir mashina qoladi, xudo xolasa, yo kelishiladimi? Texnika olib ketilar ekan. Mebel qoladi dedilar. Yana ham kelib ustida gaplashilsa, qolgani bo'ladi, qolgan narsalar. Bu tarafimizda kattalar yotoqxonasi, spalni. Ko'rib turganlaringdek, spalni xona. Ko'rsating. Remontiga necha yil bo'ldi aka? Remontiga ham 2 yildan sal oshdi, oshmagan, примерно shu atrofda. Bu tarafimizda kuxnya. Oldin oshxona mana shu o'rtaga bo'lgan. Bular hozirgi kunda balkonga chiqargan. Balkonimizning razmeri 220 ga olib keling. Mana bu tarafimizda hozir kuxnya qilingan. Uzunligi 720 holati. Ko'rib turganlaringdek. Bu uyimizni общий maydoni 7 metr kvadrat, 3 xona, 4 xona qilingan. Narxiga keladigan bo'lsak, egasi bilan kelishgan holatda 92 ming narx belgilandi. Bu narx startviy narxi, yana kelishiladi, kelib bemalol ustiga kelib savdo qilsangiz bo'ladi. Pastdagi telefon raqamlariga telefon qilib bemalol baraka qilishlaring mumkin. Bizani yo'qot qo'ymaslik uchun bitta like hamda podpiska bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa yaxshi variantlarni qo'yib boramiz.